birinchi uyda jo'nayotganda sheriklar yuring deganda uncha xohlamay keldim ochiqchasida. Yo'q, men bormayman deb bolalarni qo'yma dedi, boring sheriklar bor deb, lekin yaxshi qilgan ekanman. Menga yoqdi. Natijasi ham yaxshi. Sog'lig'ingizda o'zgarishlarni sezmayapsiz. Ayniqsa sizga aytdim, gudim bo'lsa-da, ana qo'yib Ko'rdingizmi, sog'liqqa ozgina e'tiborli bo'lishimiz bu keyingi bir kasalliklar chuqurlashib ketmasligiga sabab bo'ladi. Buni yo'lini qancha axtardim, lekin hech kim sizga shunday birinchi aytsam, ochingchi men bir ko'ray dedingiz. Ko'rarmikan deb ichimda o'ylab ko'rsatdim. Shunday borbingiz shu nuqtani shunday bosdingiz. Aytdim, dilga topdi dardimni dedim. Lekin yaxshi yaxshi. Har yili, har 6 oyda keling. Bunda ko'rasiz. Har yil kelaman deyapman. Endi yana yillar tutakda o'rashga to'g'rilaydi. Men so'rab ketaman, ketdingsa. Bolalarim kelib, uylarida hammasi ishlashadi. Polis 30 ga 80. Kelganimda xursand bo'ldim. Haqiqatan xursand bo'ldim. Rostmi? Yurakdan aytlasizmi shu gapni? Xursandmisiz? Sog'lig'ingizga ozgina shifo topdingizmi? Ancha yaxshiligi shunchalik yaxshi bilinib turibdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni seving. Vaqtida davolanib tursak, bilasizmi, kasal chuqurlashib ketmaydi. Bu o'zingizni sog'lig'ingizni o'zingiz asrasangiz, mana Alloh asraydi deydi-ku. Shuning uchun sog'liqqa e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kim bo'ling bunaqa yoshda? Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Shu dargohga kelib darimga shifo topganimga har ham xursandman. Sog' bo'ling. Bolalaringizga shukr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bolalar nevarlarga bosh bo'lib sog' salomat yering nasib qilsa, hech qachon charchamang, hech qachon dard ko'rmang. Sizlar ham kasal bo'lmanglar. Sanatoriyga dam olishga boramiz, dam olgani keyin shunaqa chiroyli joylarda. Chunki bu hammasi xalq uchun shu ijtimoiy himoyaga bo'lgan davlat ishlarida ishlagan, baribir siz ham shuncha vaqt davlat ishlarida ishlagansiz. Shuning uchun xalq uchun shuncha sog'lig'ini tiklash uchun, o'zini ozgina tiklab olish uchun shuncha sharoitlar yaratilyapti. Bundan albatta foydalanish kerak. Yaxshi, hammasi ma'qul. Hech bir kamchilik narsa ko'rmadim. Ochiqchasida sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yozib qo'ydim. Katta rahmat sizlarga.